Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali bo'yicha do'stlar. Sizlarga yana bugun navbatdagi reklamamiz. Bugun to'y ochib do'stlar, yana qaranglar, Captiva'larning durushlarini. Egalardan Satradan Captiva chiqib qoldi, reklama qilib bering dedi. Hozir bir qator qo'llangancha reklama qilib o'tamiz. Xudo xolasa bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Narx ham zo'r narx aytdi. Bemalol ustida kelishib beraman dedi. Hammani Ro'za Ramazon bayrami bilan tabriklaymiz do'stlar. Hammani tutgan ro'zalari qabul bo'lsin. Esa syomkamizni boshladik. 2013 yil Captiva 3-4 qilingan, holati вообще zo'r. Cadillac rullar qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan, aquaprintlarni alohida e'tibor beramiz do'stlar, вообще chotki sosteniyada turibdi. Najib ochiladigan ruchkalarni ham aquaprint qilganlar. Xullas, aquaprint holati zo'r. Mashinaning qiziqarli tarafi metan gaz ham bor ekan do'stlar. Metan gaz ham. Salonning holati zo'r. 4 dona 20 lik Lexus diska balonlar qo'yilgan. Chotki sosteniyasi. Metan gaz ham 2 dona 65 lik akkuratli bo'lib turibdi. Holati вообще zo'r. Kimda kim Captiva izlagan bo'lsa, даже Captivaga vitrovik ham qo'ygan ekanlar do'stlar. Bu yozda kerak bo'ladigan narsa. Holati вообще zo'r. 2013 yilda ishlab chiqarilgan, 100 mingdan oshiqroq yurgan, 134 mingmi shunday bo'lgan probeki. Holati вообще zo'r. Egasining nomerini pastda qoldiraman. Narxi 160 million so'm dedi. Ustida kelishib beraman dedi. Xullas, holati chotki ekan, bemalol ko'rib, kelishib oson zavodini oldi. 4 qilingan polni. Shuning Alloh to'ya chiqib yuraverasizlar. Holati вообще zo'r. Hammaga omad do'stlar. Kimda kim Captiva izlagan bo'lsa, shu videoni Captiva izlagan obunachilarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad.